Uzun HTML dersidagi 33 qism XHTML xarakteri. Buningda asosliq XHTML xarakterininki grammatik qoidasini amaliy misollar orqali ko'rib o'tamiz. Birinchi xarakteri cho'qim kichik yozildi. Masalan, men misol qaraydigan bo'lsak, bu table jadval xat kuchininki kenglik voidasi degan nima yerda cho'ng yozilgan. Biz bu XHTML qoidasida cho'qim buni mahlolatda kichik yozishimiz kerak. İkinci XHTML xarakteri qiymati cho'qim qo'sh tirnoq ichiga yozildi. Ya'ni o'xshash mush misol qaraydigan bo'lsak, bu kenglik qiymatiniki qiymatni 100% deb bergan vaqtda ikki tarafiga bu tanglik belgisidan keyin ma'lumki qiymatning ikki tarafiga hech qanday belgi qo'yilmagan. Asli bu XHTML qoidasi uchun cho'qim buni qo'sh tirnoq ichiga ilishimiz kerak. Üçüncüsü XHTML xarakterinin qiymatini qisqartib yozishga bo'lmaydi. Bu nima deganda masalan, bu kirgizgichninki bu o'xshamagan kirgizgichga qarta ma'lumotlarni qisqartib yozishga bo'lmaydi. Cho'qim buni ma'lumotlar yozishimiz kerak. Ya'ni shu checkdan checket, riyad onlydan riyad only, selecteddan selected deb mush holatdagi qiymatni belgi asosida yozishimiz kerak. Ham oxirda buningki bu oxirlash xat kuchi sifatida yan to'siqni qo'shishimiz kerak.